Ba'zida yaxshi yig'lab olish kayfiyatimizni ko'targan eng yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Agar siz ham ba'zan reklama yoki serialdagi bir sahnaga qarab yig'lab yuborgan bo'lsangiz, ehtimol sizni juda hissiyotga beriluvchisan deb aytishgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida biz bekorga yig'lamaymiz. Hatto bir ibora bor. Ichingda saqlagandan ko'ra chiqarib yuborgan afzal. Yig'lash aslida bizga juda foyda keltirishi mumkin. Hayratlanarli tomoni shuki, olimlar hali hanuz yig'lash jarayonida tanada aynan nima sodir bo'lishini aniq bilishmaydi. Psixolog professor shunday deydi: yig'lash bu parasimpatik reaksiya, ya'ni bu asab tizimining dam olish va hazm qilish bilan bog'liq bo'lgan funksiyasi. Ammo yig'lash shu tizimni faollashtiradimi yoki aksincha bu tizim faollashgani uchun yig'laymizmi hozircha aniq emas. Shu bilan birga yig'lashning qanday foydalari borligini ancha yaxshi bilamiz. Ko'z yoshlari kuchi. Yig'laganimizdan keyin o'zimizni yaxshiroq his qilamiz. Bir tadqiqotga ko'ra, ishtirokchilarning 50% yig'lagandan keyin kayfiyati yaxshilanganini aytgan. Yig'lash odamlarning bizga mehribonroq munosabatda bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Professor aytadi: yig'layotgan odamni ko'rganlar unga hamdard bo'lishadi, yordam bermoqchi bo'lishadi. Ko'z yoshi odamlarni birlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yig'layotgan odam iliq, samimiy, ishonchli va rostgo'y ko'rinadi. Bu odamlar do'st, qo'shni yoki hamkasb sifatida istalgan insonlardir. Hatto ular shifokor, o'qituvchi yoki politsiyachi kabi mas'uliyatli kasblarga munosib deb hisoblanadi, deydi u. Bosimni bo'shatadi. Garchi har 10 ta odamdan biri yig'lagandan keyin o'zini battar yomonroq his qilsa-da, aksariyat odamlar yig'lashdan foyda ko'radi. Ba'zida bosh og'rig'i yoki ko'zda og'riq bo'lishi mumkin, lekin bu vaqtinchalik. Anna Matur shunday deydi, ya'ni psixoterapevt. Yig'lash tanamizning hissiyotlarini chiqarish usulidir. Bu siz yig'ib yurgan tuyg'ular, bosim yoki og'riqlarning chiqishidir. Agar ko'p narsalarni ichingizda ushlab yursangiz, bu sizni go'yoki portlash arafasidagi bosim qozoniga aylantiradi. O'sha qozon to'lishi bilan tanangiz yig'lash orqali bosimni bo'shatadi. Yig'layotganingizda bu holat sizga arzimas tuyulsa ham, uni qadrlang. Bu tanangiz sizga kerak bo'lgan narsa ekanini bildiradi. Yig'lash bu shifo. Yig'lab olganingizdan keyin o'zingizni xotirjamroq, aniqroq o'ylayotganingizni sezganmisiz? Hatto oyog'ingizni urib olayotgan paytda yig'lab yuborsangiz, og'riq tezroq yo'qolishini ham payqagan bo'lishingiz mumkin. Buning sababi tanamizdagi kimyoviy jarayondir. Yig'laganimizda tanamizda baxt gormonlari, endorfin va oksitosin ajraladi. Bu gormonlar stressni kamaytiradi, qon bosimini tushiradi. Kortizol, ya'ni stress gormoni miqdorini pasaytiradi. Endorfinlar miyamizdagi retseptorlar bilan aloqaga kirib, og'riqni ham kamaytirishi mumkin. Qachon yig'lamaslik kerak bo'lsa? Ba'zida yig'lash uchun to'g'ri vaqt bo'lmasligi mumkin. Masalan, ko'pchilik ichida yig'lab yuborishdan uyalish odatiy hol. Professor shunday deydi: agar odamlar yig'lashingizni joyida emas deb hisoblasa, bu sizga noqulaylik tug'diradi. Bunday vaqtda vahimaga tushmang. Nafasingizni burningizdan chuqur olib, 2 soniya ushlab turing. So'ngra lablaringizni chimchib, sekin chiqarib yuboring. Bu sizning nafas olishni nazorat qilishingizga va yig'lashni to'xtatishga yordam beradi. Shuningdek, tilingizni tanglayga tekkizish yoki o'zingizni chimchilash ham yig'lashni bosish uchun ish beradi. Yig'layverib o'zingizni yaxshi his qilmayapsizmi? Agar yig'lash sizga yengillik bermasa yoki hissiyotlaringiz 2 haftadan ko'proq vaqt mobaynida nazoratdan chiqib ketayotgan bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Bunday holatlar uzoq davom etuvchi yig'lash, tushkunlik yoki haddan tashqari tashvishli holatlari ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolarning belgisi bo'lishi mumkin. Ushbu maqola Muvaffaqiyat sirlari Telegram kanali uchun tarjima qilindi.
Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling.